Navbatdagi misolimiz 25. Ya'ni konus yasovchi va balandligi nisbati 17:15. Kesik konus oq kesimi yuzini toping. Xo'p, konus yasovchisi va balandligi nisbati 17:15. Kesik konus oq kesim yuzini toping. Demak, mana bu 17x ekan. Demak, mana bunday balandlik tushirsak, bu 15x ekan. Bu balandlikda xuddi shu tartibda ko'chirib bu yoqqa olib o'tadigan bo'lsak, ya'ni mana bu radius 11 ki tepa. Mana bu yerga 11 bo'ladi. Bu 27 dan 11 dersa bu yoq 16 bo'ladi. Mana bu yoq 15x. Demak 17x kvadratidan ayiradigan bo'lsak 15x kvadratini teng chiqadi 16 ning kvadratiga. Bir marta ikkalasini qo'shamiz 32x, bir marta ayiramiz 2x teng 16 ko'paytirib 16 ga. Tushunaymi? Demak 32 bilan 16 qisqarsa 2 bo'ladi. 2 kere 2 4 bo'lsa, bu qisqarib ketsa 4 bo'ladi. Ya'ni x kvadrat teng 4. X teng ekan 2 ga. Demak x 2 degani bu mana buni nimasi? Balandligi, ya'ni balandligi 30 chiqadi. Demak bizda konus kesimi, ya'ni mana bunday kesik konus kesimi bu nima bo'ladi? Oq kesimi to'g'rirog'i. Oq kesimi trapetsiya bo'ladi. Trapetsiyani yuzini topishda bu 11 bo'lsa bu 11. Bu 27 bo'lsa bu 27. Ikkita asos, ya'ni 11 ga 11 qo'shsa 22. Qo'shuv 27 27 dan qo'shsa 54 taqsim 2 ko'paytirib h. H'imiz 30 chiqdi. Bu S oq kesim. 22 ga 54 qo'shsa degan bo'lsa, ya'ni qo'shadigan bo'lsa 76. Bu bilan qisqarib ketsa 15. Demak 76 15 ko'paytiramiz. Keling, vaqt ketmasin. Kalkulyatorda ochib ko'paytirib qo'yaman. 76 ni 15 ga ko'paytirsa 1140. Demak 1140 ekan javob. Ya'ni 25 ga A varianti.